Diksiyelerimizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaş bugün çizlağa 2021 yıl 8. ayının 28. günü. Endiki mavzumunda vatandaş. Kabul aeroportuda hücum qoşturğanda, Kabul aeroportu hücum qoşturğanda çünkü avval fikir bayan qıldı. Lekin qatilni egizga elib mi qo'ymadi. Mavzuli xabar 8 ayning 27 kuni erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi. Tayvanda nashr qilinadigan gazet. Xabar mundaq boshlandi. Afg'oniston aeroportida terrorist hujumi yuz berdi. 26 kuni. Hozirgacha 170 tek odam yaralandi va vafot bo'ldi. Bu doğruda Cungo'nun ifade bildirişi kişilerden dikkatini qo'zg'adi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi tunji bo'lib, bu ish to'g'risida bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Taliban bilan hamkorlashib, terroristlarga qarshi turamiz. Lekin bayonotda bu qatim Afg'oniston aeroportida hujum qo'zg'agan ISISlar tilga elinmadi. Balki ismini atab turib, bu qatim Talibanlar bilan birlashib Sharqi Turkiston Islom Markazi tashkilotini yo'qotamiz dedi. Universal matbuotlar xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Afg'oniston Kabul aeroportining bu qatam bomba hujumiga uchrashi ISISlarning Xorason Key tashkiloti keltirib chiqardi. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan bu to'g'rida bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Jungo terrorist harakatlarni ayblaydi va suiqasdga uchragan yordar bo'lganlarning oila tavobatlaridan hol so'raydi. Jungo har qanday shaklli terroristlarga qarshi turadi. Xalqaro jamiyat bilan birlikda terroristlar tahdidlariga qarshi turib, Afg'onistonning yana bir qatam terroristlarning makoniga aylanib qolishining oldini oladi. Javlijan alayda tilg'ilib o'tgan 20 yil mobaynida ba'zi terrorist tashkilotlarning Afg'oniston chegarasi ichida tashkillanib, taraqqiy qilganligini xalqaro jamiyatning tinchlik bexatarligi tahdid paydo qilganligini, bo'libmi Sharqi Turkiston Islom Markazi tashkilotining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik komiteti tomonidan tizimga elingan terrorist tashkilot ekanligi to'g'risida to'xtalib, bu tashkilot Jungoning bexatarligiga tahdid soldi dedi. Javlijan mundaq dedi. Talibanlar aniq ko'rsatdi. Har qanday bir kuchning Afg'oniston territoriyasidan foydalanib, Jungoga ziyon soladigan ishlarni qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Bayonotchi Javlijan mundaq chaqiriq qildi. Talibanlar va'da berdi. Barliq terrorist tashkilotlar bilan chegara ajratib, Sharqiy Turkiston Islom Markazi tashkilotiga qat'iy zarba berdigan bo'ldi. Sharqi Turkiston Islom Markazi tashkiloti Xinjiang Uyg'urlari Pokistonda qurib chiqqan tashkilot. Xinjiangni o'z ichiga olgan O'rta Osiyoga yaqin joylarda islom davlati qurish bu tashkilotning maqsad va muddaidir. Bu tashkilot Jungoning Xinjiang hukmronlik qilishida yurikiga o'rnashgan bir ofatdir. Amerika bu tashkilotni o'tgan yili 2020-yili 10-oyning 20-kuni terrorist tashkilotlar tizimligidan chiqarib atgan edi. Bu qatim Kabul shahri Xorason Key Islom davlati tashkilotining hujumiga uchragandan keyin Jungo bu tashkilotning ismini atab ayblamadi. Xorason Key tashkilotining ismini atab ayblamadi. Bayonotning nishoni Talibanlar bilan birlashib, lekin bayonotning nishoni Talibanlar bilan birlashib Sharqi Turkiston Islom Markazi tashkilotiga zarba beradigan tarafga buraldi. Jungoning Taliban bilan hamkorlashish maqsadi
texmi ochiq bo'ldi, texmi oshkor bo'ldi.